İbrahim alayhissalom kishilar butunlay Allohdan bexabar, Allohni tunimay, bir qismi butlarga, yana bir qismi podshohi Namrudni iloh deb tunayotgan, aqida jihatda ozg'un va axloqiy jihatda buzuq bir jamiyatda dunyoga keladi. U mushundaq jamiyatda va mushundaq bir oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, aqli uningga kishilar cho'qinayotgan Namrudning yoki jonsiz butlarning haqiqiy iloh bo'lishga yaramaydiganligini aytib, uni haqiqiy iloh izlashga undaydi. Uning jamiyatga qarg'ulachi ergashmasdan haqiqatga bo'lgan intilishi va haqiqiy ilohni izlashi natijasida Alloh Taala uni kishilarga Allohni tunishtiradigan elchilik vazifasi bilan sharaflantiradi. İbrahim alayhissalom bu vazifani eng yaqinidan, ya'ni dadasidan boshlaydi. Chunki İbrahim alayhissalomning dadasi Azar but yasab sotadigan yog'ochchi edi. İbrahim alayhissalom dadasiga haqiqatni tushuntirishda, ya'ni Namrudning yoki butlarning haqiqiy iloh emas, haqiqiy ilohning Alloh ekanligini tushuntirishda nihoyat siniq sipoya va muloyim adab bilan paranglashib tushuntiradi. Sura Maryamning 41-oyatidan 46-oyatigacha bo'lgan oraliqda İbrahim alayhissalomning dadasi bilan bo'lgan diyalogi bayon qilinadi. İbrahim alayhissalom dadasi xitob qilishda, "Ya abi, ey dada" deb xitob qilmasdan, "Ey dadaka, nimishqa anglamaydigan, ko'ranmaydigan, sizni hech narsadan behojat qilinmaydigan bu jonsiz narsaga ibodat qilasiz va uningga qilayotgan ishining oqibatidan ensirganligini ifodalab mundaq deydi. Ya abati, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lish-shaytoni waliya." Ey dadaka, men sening Allohning azobiga duchor bo'lib qolishingdan ensirayman, sening shaytonning do'sti bo'lib qolishingdan ensirayman deyish orqali uning dadasiga kuyinayotganligini ifodalab, adab bilan va muloyimlik bilan paranglashadi. İbrahim alayhissalom shuncha muloyim, shuncha adab bilan paranglashgan bo'lsa-mu, dadasi İbrahim alayhissalomga "Aragibun anta an alihati ya İbrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya." Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen to'xtab qolmasang, bu ishingdan yanmasang, la arjumannak, seni chalmik-kisak qilib o'ltirib o'taman. Wahjurni maliya, mendan yiroq tur deydi. İbrahim alayhissalom bu xatarlik va qo'pol javobdan keyin, ya'ni siliq sipoyligi va adabini yo'qotmagan asosda "Salamun alayk, astagfiru laka robbi, sana omonlik bo'lsin, sen uchun Allohdan mag'firat talab qilaman" deganicha dadasidan va qavmidan ayriladi. İbrahim alayhissalomning dadasi bilan bo'lgan bu dialogi islomni boshqalarga tushuntirmoqchi bo'lgan, Allohni tunishtirmoqchi bo'lgan har bir kishining o'rnak olishi kerak bo'lgan go'zal bir uslub. Shuning uchun Alloh taolo buni Qur'oni Karimda bizning o'rnak olishimiz uchun bayon qiladi. İbrahim alayhissalom dadasi va xalqini to'g'ri yo'lga, hidoyatga yetaklash uchun butun tirishchanligini ko'rsatdi va ularga aqliy savollarni qo'yish orqali mundaq deydi: "Hal yasma'unakum iz tad'un." Sizlar ibodat qilayotgan bu butlarga duo qilsanglar, sizlarning duoyinglarni anglamdi. "Aw yanfa'unakum aw yadurrun." Bu butlar sizlarga foyda yoki ziyon yetkazarlamdi? Ular javob berib, "Qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun." Yo'q, hargiz unday qilmaydi. Lekin biz ota-bobolarimizni mushundaq qilgan holatda ko'rdik. Shuning uchun biz ularga ergashib mushundaq qildik deyish orqali o'zining hech qanday bir aqliy isbotga emas, qarg'ulachi taqlidga ergashib qilayotganligini e'tirof qilishadi. Lekin shundaqdimi, ular haqiqatga qaytmaydi. Buni ko'rgan İbrahim alayhissalom dadasi va xalqidan Alloh yo'lida Alloh uchun butunlay ado-judo bo'lib, ularning hech bayram va hech qanday faoliyatlarga qatnashmaydi va musulmon va mushrik kofirlar o'rtasidagi o'zgarmas va bo'lishga tegishli aqidani, ya'ni tavhid aqidasini e'lon qiladi. Alloh taolo bu tavhid aqidasini bizning o'rnak olishimiz uchun Qur'on Karimda bayon qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrohima vallazina ma'a." Sizlar uchun İbrahim va İbrahim bilan birga Allohga ishongan kishilarda ergishishinglar tegishli go'zal bir namuna bor. U bo'lsa-mu, İbrahim alayhissalom xalqiga, dadasiga islomni tushuntirib, Allohni tunishtirgandan keyin ular yana islomga qaytmagandan keyin shundaq bir tavhid aqidasini e'lon qildiki: "Inna bura'u minkum va mimma ta'buduna min dunillah." Biz sizlardan va sizlar iloh deb ibodat qilayotgan har qanday narsalardan ado juda kafarna bikum. Biz sizlarni inkor qilamiz. Sizlar ibodat qilgan bu butlarni inkor qilamiz. Va bada baynana va baynakumul adawatu val bag'do. Biz Allohga ishongan kishilar bilan Allohni yo'q degan kishilar o'rtasida toki sizlar Allohga iymon etgan qadar adovat va dushmanlik saqlanib qoladi. Demak, Allohni tunigan odam bilan Allohni tunusimi tunug'ul unamagan odam o'rtasida hech qachon do'stlik bo'lmaydi. Uning o'rtasida ular iymon etgan qadar dushmanlik, adovat bo'ladi. İbrahim alayhissalomning bu xalqining yilda bir qatim o'tkazadigan nihoyat cho'ng bir diniy bayram bo'lib, ular bu bayramni har yili shaharning sirtiga chiqib nihoyat dag'dug'liq o'tkazadi. Bu bayramdan hech kim qilib qolmaydi. İbrahim alayhissalom bu bayramga chiqishni rad qilib, "Men kasal" deb o'zini o'qib turib oladi. Shundaqla İbrahim alayhissalom ular shahar sirtiga bayram o'tkazish uchun chiqib ketgan vaqtida ularning aql torlarini chekkudak bir dars berib qo'yishni o'ylashadi. İbodatgohiga borib, ularning butlarining hamma
hammasini chiqib, faqat bir cho'ng butini qap qo'ydi. Butlarni chiqish ishlatgan paltini shu cho'ng butning bo'yniga esib qo'ydi. Ular bayram faoliyatidan nihoyat xushal holda qaytib, ibodatgohiga kirgudak bo'lsa, cho'ng butdan boshqa hamma butlarning chiqilib yer yotganligini ko'rdi va nihoyat darg'azab bo'lib, "Man fa'ala hada? Buni kim qildi?" deb so'raydi. Undan keyin ular buni İbrahim alayhisolamning qilganligini eslashib, "Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu İbrahim." İbrahim qildi deyishib. Shundaqla askarlar İbrahim alayhisolamni darhol tutib akeladi va uningdan "Anta fa'alta hada bi alihatina ya İbrahim?" İbrahim, "Buni sen qildingmi?" deb so'raydi. İbrahim alayhisolam, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun." Balki buni ma cho'ng but qildi. Agar mavla gap qilsa, boshqa qilgan bularnikini so'rab beqinglar deb ularning aql tarlarini chekmoqchi bo'ladi. İbrahim alayhisolamning bu savoli ularni qisqa muddat o'ynashga cho'mdirdi. Shundaqla ular o'zlarining xato bir narsaga chiqinayotganligini his qilsa-mu, ular o'zining bu xato yo'ldan qaytqusi kelmaydi. Shundaqla İbrahim alayhisolamga xijillik bilan "Laqad alimta ma haula'i yantiqun." Sen bu butlarning gap qilmaydiganligini obdan bilasan-ku dedi. İbrahim alayhisolam darhol javob qaytarib, "Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Afala ta'qilun." Sizlar Allohning to'yindagi, sizlarga hech qanday foyda yoki ziyon yetkazmaydigan bu narsalarni cho'ng bilib ibodat qilyapsizlar. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Sizlar va sizlar ibodat qilayotgan bu narsalardan men adajuda holinglarga voy is. Afala ta'qilun. Aqlinglarni ishlatib baqsanglar bu mando. İbrahim alayhisolamning qilishdan o'tkir so'zlari oldida ojiz kelgan podshoh va uning atrofidagi cho'ng kishilar İbrahim alayhisolamni to'xtatish uchun yumshoq yo'lda yengilgandan keyin qattiq yo'l qo'llanishni tanlaydi. Bu botil ahlining, ya'ni xato yo'lda mangan kishilarning o'rtaq alohidligi, hujjat va dalil isbotda ojiz keladi. Uningdan keyin qattiq usul qo'llanadi. Ular İbrahim alayhisolamni o'ltirib yo'qotib bo'ldi qilmasdan, balki kishilarga ibrat qilish uchun nihoyat cho'ng ko'lamda o'rak qo'laydi va g'oyat zo'r o'tin to'playdi va kishilarning hammasini to'plab İbrahim alayhisolamni ko'ydirib yo'qotmoqchi bo'ladi. İbrahim alayhisolamning qalbi intoyini xotirjam edi. Chunki İbrahim alayhisolam butun kuchlar ustidagi kuchning Alloh ekanligiga va Allohning uni zayo qilib etmaydiganligi, uni qo'daydiganligiga iymoni tog'dek edi. Ular g'oyat zo'r to'plangan o'tinga o't yoqdi. O't eng yuqori pallaga chiqqan vaqtida ular İbrahim alayhisolamni o'tning qa'riga eng o'tirg'i tashlash uchun qo'llarini bog'lab manchanoqqa o'ltirg'izib otdi. İbrahim alayhisolam darvaqa o'tning o'tirg'i tushdi. Jibril alayhisolam darhol kelib İbrahim alayhisolamga "Menga bir hojiting bormi?" İbrahim alayhisolam "Sana hojitim yo'q. Menga Rabbim kifoya. Rabbim eng yaxshi ishlarni betaraf qilg'uchidir" dedi. Yomg'irga mas'ul farishta qachon Allohdan buyruq kelaki? Allohdan buyruq kelsa, men yig'ib o'tni o'chirib İbrahimni saqlab qolsam deb oldiryotdi. Lekin Allohning buyruqi uningdan tez edi. Alloh taolo yomg'irga mas'ul farishtaga emas, o'tga buyruq qilib, "Ya naru kuni bardan va salama." O't İbrahimga bexatar holda sovuq bo'lib bergan dedi. O'tga ko'ydirish xususiyatini bergan Alloh edi. Bu xususiyatni yo'qotishga ham Alloh qodir edi. O't Allohning buyrug'i bo'yicha sovuq ham bexatar bo'lib berdi. Agar Alloh taolo o'tga bexatar holda demasdan sovuq bo'lib bergan degan bo'lsa edi, İbrahim alayhisalom osmon palak kuyayotgan o'tning ichida sovuqdan muzlab qolardi. Lekin Alloh taolo "Kuni barda va salama." İbrahimni salomat qilgan holda sovuq bo'lib bergan dedi. O't salqin bo'lib berdi. Osmon palak ko'ygan bu g'oyat zo'r miqdordagi o'tning deptidan atrofdagi kishilarga yalqulari chachrab, ularning kiyimlari ko'p ketgan edi. Shundaqla atrofdagi o'rmon daraxtlarning hammasi qurib ketgan edi. O't uzun muddat ko'ygandan keyin uchga qarab mangdi. Kishilar İbrahimning hech nimasi qolmadi deb jazm qilgandan keyin qaytishga temshilayotdi. O't o'chdi. Kunlar orasidan hatto kiyimig'imi hech qanday daxl etmagan holda İbrahim alayhisalom saq salomat turibdi. Buni ko'rgan kishilar ko'zlariga ishonolmayotdi. İbrahim alayhisalomni o'ldirib yo'qotqili bo'lmaydiganligiga ishongan podshoh Namrud İbrahim alayhisalom bilan munozalashmoqchi bo'ldi va İbrahim alayhisalomni chaqirtib, uningga "Men qilolmaydigan, sening Robbing qila oladigan ish bormi?" dedi. İbrahim alayhisalom "Robbiyallazi yuhyi va yumit." Mening Robbim o'ltiradi ham tirildiradi dedi. Namrud "Men o'ltira olayman ham tirildirayman" deb o'limga hukm qilingan ikki odamni keltirib, birini o'ltiribdi, yana birini qo'yib etib, "Qara, men birini o'ldirdim va yana biriga hayotlik berdim." İbrahim alayhisalom Namrudning bu mantiqsiz javobini anglab, uningga "Innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriq fattibiha minal maghrib." Mening Robbim quyoshni mashriqdan chiqaradi, sen uni mag'ribdan chiqarib boq dedi.
kafir Nemrut ig'iz ocholmay qoldi. Bu munozirada İbrahim alayhissalom Nemrutni yengan bo'lsa-mu, Nemrut xato yo'ldan qaytmay ozg'unligida mahkam turdi. Alloh taolo bu boshdan kafir va zolim podshoh va uning qo'shinlariga eng ojiz maxluq bo'lgan poshchivillarni avat. Bu g'oyat zo'r ko'lamdagi poshchivillar ularning ig'iz burunlariga kirib, so'nkidan boshqa hamma yerni yeb halok qilibdi. Podshoh Nemrut qasrlarining ichiga yushinib olgan bo'lsa-mu, bir pasha uning burniga kirib, hayotining oxirigacha burniga urib azob tortib o'ldi. İbrahim alayhissalom kishilarga Allohni tunishtirish uchun to'xtamay da'vat olib berishni davom qildi. Afsus, bu yurtdagi kishilarning qalbi shirkka shu qadar yiltiz tortganki, ko'z oldida nurg'unlagan ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, yana Allohga ishonmadi. Faqat İbrahim alayhissalomning ayoli Sara va qarindishining o'g'li Lutli musulmon bo'ldi. İbrahim alayhissalom garchi bu yo'lda yolg'iz bo'lsa-mu, uningdagi himmat va fidokorlik uni to'xtamay da'vat olib berishga undadi. Shuning uchun Alloh taolo İbrahim alayhissalomni o'zi yolg'iz bo'lsa-mu, bir ummat deb sifatladi. Chunki İbrahim alayhissalomdagi fidokorlik va himmat bir ummatning fidokorligiga va himmatiga to'g'ri keladi. İbrahim alayhissalom shuncha tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, o'z xalqidan Allohga ishongudek bir jamoat, bir to'p kishilar chiqmag'achqa, bu vazifani davomlashtirish uchun o'z yurtini tashlab Falastinga safar qildi. Bu vaqtda falastinliklar yulduz, oy va quyoshga cho'qindigan bo'lib, Allohdan butunlay bexabar edi. İbrahim alayhissalom ular ibodat qilayotgan, iloh deb qarayotgan yulduz, oy va quyoshning haqiqiy iloh emas ekanligini bildirish uchun ular bilan birlikda kech kirganda yulduzni ko'rsatib, "Bu mening Robbim" dedi. Yulduz petib ketib edi, bu petib ketdi. Bu petib ketgan narsa iloh bo'lishga yaramaydi deb ularga yulduzning iloh bo'lishga yaramaydiganligini ko'rsatdi. Undan keyin oyga cho'qindiganlarning qishig'i berib, ularga o'xshash "Bu mening Robbim" dedi. Oymi petib ketib edi, ularga ko'rsatib, "Bu petib ketguchilar iloh bo'lishga yaramaydi" dedi. Ertasi deganda quyoshga cho'qindiganlarning qishig'i berib, ular bilan birlikda "Ha, bu yulduz va oydan cho'nkan, undaqda bu mening Robbim" dedi. Quyoshmi petib ketib edi, ularning aqliga xitob qilib, bu petib ketgan narsalarningki haqiqiy iloh bo'lishga yaramaydiganligini ularga tushuntirdi. İbrahim alayhissalom ularning degan yerga berib turib, aqliy usul bilan ularga shuncha tushuntirsa-mu, ular bu ozg'unligida mahkam turib oldi. Shundaqla İbrahim alayhissalomga tahdid soldi. İbrahim alayhissalom amalsiz holda bu da'voga ovoz qo'shadigan odam tepish uchun Falastinni tashlab Misrga yo'lga chiqdi. İbrahim alayhissalom ayoli Sara bilan Misrga yetib keldi. İbrahim alayhissalomning ayoli Sara intayin go'zal ayol edi. Bu vaqtdagi Misrning podshohi intayin zo'migar bo'lib qolmay, har qanday odamning ayoli chiroyli bo'lsa, uning erini o'ltirib etib, ayolini elib oladi. Agar u chiroyli ayol akisining yoki dadasining himoyasi ostida bo'lsa, uningga chaqilmaydi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga buni oldin bildirgan bo'lib, İbrahim alayhissalom ayoliga agar boshqalar sizni so'rasa, mening qiz qarindishim ekanligini ayting deb o'rgatgan edi. Darvaqa uzun o'tmay podshoh askarlarni İbrahim alayhissalomning qishig'iga avatdi. Askarlar İbrahim alayhissalomdan qishidagi ayolning kim ekanligini so'radi. İbrahim alayhissalom ayolini diniy qarindoshlikni maqsad qilib turib, "U mening qiz qarindishim" dedi. Askarlar ayoldan so'radi. Sarami o'xshashla uning qarindish ekanligini aytdi. Shundaqdimi askarlar Sarani podshohning qishig'iga olib ketdi. İbrahim alayhissalom Allohga yolvorib duo qildi. Sarami Alloh taologa: "Ey Alloh, men sana ishondim va sening elching İbrahimga ishondim. Pitimni saqladim. Meni kofirning changiliga tashlab qo'ymag'in" deb yolvorib duo qildi. Askarlar Sarani podshohning qishig'iga olib kirdi. Podshoh Saraning qishig'iga kelib, uning qo'l uzatib, uni tutmoqchi bo'lganda, uning qo'li tutmas bo'lib, o'rnida qetib qoladi va chiqirib, to'lab ketadi. Sarami qo'rqib ketib, uni o'ldirib etishini ansirab, Allohga uni asli keltirib qo'yishiga duo qildi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, podshoh asli qaytib keladi. Podshoh ikkinchi qatim Sarani tutish uchun yana qo'l uzatdi-da, yana qo'li tutmas bo'lib, o'rnida qetib qoladi. Podshoh yolvorib, endi bu qatim asli keltirib qo'ysa, uningga chaqilmaydiganligini aytdi. Sara Allohga duo qiladi. Alloh uning duosini ijobat qilib, podshoh asli qaytib keladi. Podshoh uchinchi qatim yana bo'ldi qilmay, Sarani tutish uchun yana qo'l uzatdi. Yana o'xshashlar uning qo'li tutmas va o'rnida qetib qoladi. Podshoh bu qatim va'da qilib, agar bu qatim asli qaytirib qo'ysa, uni mukofotlaydiganligi va uni quyitadiganligiga va'da qiladi. Sara bu qatim yana Allohga duo qiladi. Alloh taolo uning duosini ijobat qilib, podshoh yana asliga qaytib keladi. Podshoh askarlarga buyruq qilib, darhol uni chiqarib etinglar dedi. Shundaqla va'dasi bo'yicha Saraga Hajar ismli bir dedakni xizmatchi qilib beradi. Sara saq salomat holda Hajarni elib İbrahim alayhissalomning qishig'iga qaytadi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning ko'nglini xotirjam qilish uchun İbrahim alayhissalomning qishidan Sara ayrilgandan tortib, toki qaytib kelguncha bo'lgan orliqdagi ishlarning hammasini İbrahim alayhissalomga ko'z tutganligi ba'zi kitoblarda naql qilinadi. İbrahim alayhissalom ayoli Sara va Hajar uchi birlikda Misrdan Falastinga qaytib keladi va Falastinda makonlashadi. Yillar o'tib İbrahim alayhissalom va ayoli yashinib qoladi. İbrahim alayhissalom shuncha yashinib qolgan bo'lsa-mu, farzand yuzi ko'rolmaydi. Chunki ayoli Sara tug'mas edi. İbrahim alayhissalom farzand yuzi ko'rishni shunchalik orzu qiladi va Allohga duo qiladi. Alloh taolo uningga farzand ato qilishni va'da qilgan edi. Lekin bu va'dani kim orqali amalga oshirganligini İbrahim alayhissalom bilmaydi.
ayoli Sara İbrahim alayhissalomning balig'i bo'lgan ishtiyoqini ko'rib, uningga xizmatchisi Hojarni o'ylab qo'yishni o'ylagan bo'lsa-mu, har qanday ayolning tabiatida bo'lgan kullash sababli uningga jur'at qila olmaydi. Lekin İbrahim alayhissalomning kundan kunga balig'i bo'lgan ishtiyoqi tufayli oxiri Sara g'ayratga kelib, Hojarni İbrahim alayhissalomga o'ylab qo'yish niyati borligini İbrahim alayhissalomga aytdi. İbrahim alayhissalom qo'shilib Hojar bilan to'y qildi. Uzoq o'tmay Alloh taolaning va'dasi amalga oshdi. Ya'ni Alloh taolo Hojardan İbrahim alayhissalomga noit umoq bir o'g'il ato qildi. Uning ismini İsmoil qo'ydi. İbrahim alayhissalom bu balasiga intayin omroq bo'lib, İbrahim alayhissalomning bu balaga bo'lgan sevgisi Saraning kundashligini qo'zg'aydi va undan keyin Hojar va İbrahim alayhissalom va Sara o'rtasida ba'zi ishlar yuz berdi. Buning tafsilotini keyingi İsmoil alayhissalomning qissasida bayon qilamiz. Yuqorqi İbrahim alayhissalomning qissasida biz erishga tegishli ibrat va savoqlar. Birinchisi, bir odamning jamiyat buzilib ketdi. Men dindor oilada dunyoga kelmabdikanman deganga o'xshagan baholari u odamning yaxshi odam bo'lmasligiga sabab bo'lolmaydiganligi. Chunki İbrahim alayhissalom aqida jihatda ozg'un bir jamiyatda, axloqiy jihatda buzuq bir jamiyatda, shundaqla ozg'un bir oilada tug'ilib, o'sib cho'ng bo'lgan turib, Allohning do'sti bo'lganligi buni ko'rsatdi. Ikkinchisi, bir odam har qancha buzuq jamiyatda bo'lsa-mu, uningga moslashib, qarg'ulachi egishib, oralashib ketmay, kuchining yetishicha ozg'unlikni, xatolikni o'zgartirishga tirishishi Alloh taolo bu ozg'un jamiyatni jazolagan vaqtida u odamni saq qoldiganligiga sabab bo'ldi. Masalan, Alloh taolo Namrud va uning qo'shinlari va uningga ergashgan kishilarning hammasini halok qilib etdi, ammo İbrahim alayhissalom va uningga ergashgan kishilarni saq salomat saqlab qoldi. Uchinchisi, dadasi kofir bo'lgan taqdirda uningga muomala qilishda va uni hidoyatga chaqirishda siliq, sipoya va adab bilan bo'lishi kerakligi. Chunki İbrahim alayhissalom dadasini hidoyatga chaqirishda dada deb chaqirmasdan ya abati dadaka deb eng muloyim va eng mehribonlikni ifodalaydigan so'z ishlatgan. To'rtinchisi, diniy davoni, ya'ni diniy davo degan vaqtimizda Allohni tunutishning har bir musulmonning, har bir Allohni tunugan odamning majburiyati ekanligi va bu yo'lda fidokorlik va himmat ko'rsatishning kerak ekanligini ko'rib olamiz. Beshinchisi, boshqalarni islomga chaqirgan vaqtida, da'vat ilib borgan vaqtida ularning sharoitiga mos holatda usul qo'llanishning kerakligi. Masalan, İbrahim alayhissalom Falastinga borganda ularning deganiga berib turib, ularning aqliga xitob qilish orqali ularga Allohni tunishtirdi. Oltinchisi, go'zal uslub va ilmiy dalillar bilan xatolikni ko'rsatgandan keyin, tushuntirgandan keyin bu odamlar to'g'ri yo'lga qaytmasa, hidoyat yo'liga mangmasa, u odamdan maydon ayirishning kerak ekanligi. Yettinchisi, Alloh yo'lida mangan kishining har xil aziyat va sinoqlarga duch keldiganligi, Allohga tavakkul qilib, Allohga bo'lgan iymonini yo'qotmasa, Alloh taolo uni qo'g'daydiganligi, himoya qildiganligini ko'rib olamiz. Sakkizinchisi, haqiqat yo'lida manganlarning oz bo'lsa-mu yo'ldan tavranmasligi, chekinmasligi. Zolimlar, kofirlar qancha kuchli bo'lsa-mu, ularning eng ojiz sabablar bilan mag'lub bo'lganligiga ishonishimizning kerakligini ko'rib olamiz. To'qqizinchisi, zurriyat topilganda dinimizni, ippitimizni va jinimizni qo'g'dash uchun qo'shmanlik so'zi ishlatish orqali har xil xatarlardan qutulishning to'g'ri ekanligi. Xuddi İbrahim alayhissalom zolim podshohdan qutulish uchun ayolini qiz qarindishim deganiga o'xshash qo'shmanlik so'z ishlatishning to'g'ri ekanligi. 10-si, diniy da'vo, ya'ni Allohni tunishtirishdan iborat bu da'voni ustiga olganlarning bir yerga muqimlashib olmay, da'vosi nada unum bersa shu yerga berishning kerak ekanligi. Xuddi İbrahim alayhissalom Bobilda unum bermaganda Falastinga ko'chganga o'xshash, Falastinda unum bermasa Misrga ko'chganga o'xshash bu da'voni ustiga olgan kishilarning bir yerda muqim turmasligini ko'ra olamiz. 11-si, Allohning nazarida son emas, sifatning muhim o'rinda turadiganligi. Masalan, İbrahim alayhissalom yolg'iz bir bo'lsa-mu, Alloh taolo İbrahim alayhissalomni bir ummat deb sifatladi.